qiz rosa yalingan. Buni uydagilari bilmas ekan. U qizni ekspertiza qiladi-yu, meni onam Adolat beringlar, adolatini ochib beringlar, yuzini yorug' qilinglar. Siz ko'rib turgan bu kadrlar Gollivud filmlari emas, o'zimizning Koreya Respublikasida vafot etgan Nozima va Sherzodning harakatlarini ko'rib, o'sha tunda bo'lgan voqeani ko'rib turibsizlar. Aziz do'stlar, sizlarning fikrlaringiz qanday? Bu haqida nima deb o'ylaysizlar? Sherzod nimadandir qochyaptimi? Do'stlar, shu videoni tarqatamiz, like bosamiz albatta. u qizni ekspertiza qiladi-yu, meni onam medik, onam ham O'zbekistonda ko'rib o'tiribdi holatni. Alloh biladi nima bo'lganini, lekin ekspertiza qilganda boshida ichidagi qonini tortib oladi. Odamning ichida qon qolmaydi va eng birinchi tez buziladigan organlarini olib tashlaydi. Chunki fiziologiya shunaqada odamda o'lgandan keyin ko'karib, qizarib qoladi. Ular hamma joyidan qon oladi, tahlil qiladi. Hozir Feruza opa esa Koreyaga yetib borgan, u hali ham tergov davom etayotganini iddao qilmoqda. Do'stlar, sizlar nima deb o'ylaysizlar? O'z fikringizni kommentariyalarda qoldiring. Nozimani ichki organlari olinganmi, sotilganmi, nima qilingan deb o'ylaysizlar? Agarda mana shu videoni kengroq tarqalishiga o'z hissangizni qo'shsangiz, bitta like, bitta obuna bosing va albatta kommentariyada o'z izohlaringizni qoldiring, nima fikrda ekanligingizni.